Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Shohikim. Bugungi biz sizlar bilan ASEAN Lego Cup'ni ochamiz. Mana men Tashkent Yellow, ya'ni O'zbekistondan mana shu narsani ochamiz bugun. Mana turibdi. Biz 4-o'ringa tushib qolibmiz. Hozir bu hali juda ham ko'p qismli bo'ladi, chunki biz oxirgacha, ya'ni finalgacha video chiqaraman. Har bittasida 2 ta o'yin o'ynaymiz. 2 ta o'yin deganim 2 raund. Qani dushanba ekan buning ismi. Qani to'pni olishimiz kerak. Otlar xato do'stlar. Bularni yozganim yo'q. O'zi shunaqa yozilgan. Yo. Pas. Aytgancha bu realning emas. Faqat oddiy o'yin. Buni sizlar realni deb o'ylamanglar. Qani Hamidov ekan bu. Pasper va yo'mayni to'pni oldiradi bular. Lekin realni hatto juda ham zo'r o'ynaydi lekin bular. Pas va demoqchi edim. Bu yog'iga o'tib ketgan ekan. Yo'mayu. Do'stlar, biz odam almashtirishimiz kerak. Bitta bu Toshkent edi, O'zbekiston terma jamoasi emas. Bizda Fayzullayev ham yo'q. Abduqodir. Bular yutqazgan. Ko'rgan bo'lsangiz agar 6-3 ga o'tkazganmidi esimda yo'q, do'stlar. Oxirgi o'yini. Esingizda bo'lsa kommentga yozib yuboringlar. Qani pas yaxshi. Yaxshi do'stlar. Bana. Qani yaxshi to'pni oldik. Pas. Hamidov. Gol. Sheran ekan, lekin bu ot juda xato oti. Qani to'pni olishimiz kerak. Va pas. Yon pressing. Pas. Yanami do'stlar, hujum boshladi bu yana. Yo'mayo. To'pni shundoq berib yubordi-yu. Pressing. Pas. Yana bitta pas. Shu pas hammasini hal qilib ketsa, men bilmadim nimalar qilaman hozir. Yo'q, hal qilmadi. O'tib ketdi to'p outga. Yo'mayo. Kattaroq o'tamiz va pas. Orqaga pas va yana bir pas. Yo'mayo. To'pni olishimiz kerak. Bana. Birinchi taym tugadi. 1-0. Sharian gol urganmidi esimda yo'q. Sharian gol urgan. Fin qilamiz va bu yoqqa ham fitda ko'tarib yuboramiz va pas beramiz. Voy, Sharian. What? Yo'qmi? To'p olishimiz kerak. Do'stlar, menimcha 1-0 ga yutamiz yoki 2-0. Bana. To'pni oldiryapman. Bana. Pas va yana bitta pas. Voy, penalti. Yaxshi penalti. Penalti ishladik. Qani kim tepadi? Alibey tepar ekan. Endi men
Tegməyən nima ham yo'q. Men hali tegmadim ham do'stlar. Men shunday barmoq uchun tegizdim. O'zlik o'rnimni barmog'im uchun tegizgandim, qaranglar. Barmoq uchun tegib ketdi. Men chizib tepmoqchi edim, barmoq uchun tegib ketdi va tepdi. Oyog'iga tegdi, lekin bu gol hisoblandi. Yaxshi. Penaltidan gol urdik. Rating kuchayib ketmoqda va pas so'rayapti bizning. Wow! Sheran bugun hat-trick qiladimi deyman. Bitta gol ursa hat-trick bo'ladi. Penaltidan gol bor va ikkita aldab gol urdik. Hat-trick qilmoqchiman. Deyman. Hat-trick qilishiga juda ham mos qolgandi. O'zi juda ham zo'r o'ynayapti bu Sheran. Mana shu tagal kechirdim. Hecham gol ursa juda ham omadli kun bo'lardi demoqchim yo'q. Qaysanovmi ismi? Topni ol. Ya bu axir hakam sariq kiyimda ekan, men bilmadim. Men bitta aldamoqchi edim. Yo. Gol kick. Axborot tepadi endi bu. Tep. Yo pana. Jon Sardor ekan bu. Do'stlar, tik. Mana birinchi o'yinni ham yakunlab oldik, endi ikkinchi o'yinga o'tamiz. Kim o'ynar ekanman endi? Serjan o'ynar ekan. Kamosam let's go o'yinga. Bitta gichi 70lik. Imkoni. Xullas keling do'stlar, barchasi chotki. Mana shunga qo'yamiz. Mana shu yoqqa menga. Bu chotki. O'yinga start berdim. Round 2. Do'stlar, menimcha 3 ta raunddan iborat bo'ladi bu videomiz. Chunki videomiz vaqti juda ham kam bo'lib qolar ekan. Shuning uchun yo'qmaychisi topni oldi. Yo. Offside. Ko'rish shart emas. Biz faqat topni olishimiz kerak. Bitta yugur. Pas. Sheran yana bitta pas va juda ham zo'r ketayotgan edi. Sheran gol ura olmay qoldi. Bitta yugur to'pni olishga. Yo'qmi? Voy, varatasi nimacha kuchli. O'z varatasi nechtalik? Meniki 70 talik. Ha. Ko'rdinglar o'zingiz. Meniki 70 talik. Yo'qmi, varatasiga qoyil qoldim. Do'stlar, bularning varatasiga men qoyil qoldim. Lekin biz hozir gol urishimiz mumkin demoqchi edim, lekin yo'q. Biz gol ura olmayapmiz do'stlar. Qanday gol ursam bo'lar ekan, aldab bormi? Hozir aldab gol urgan varatasiga aldayman. Yo'qmi do'stlar, gol. Mashina qisqa tepish kerak ekanda asal aylantirib bordik. Toshkent.
Yo'q, free kick, ya'ni jarima zarbasi. Yaxshi. Orada. Do'stlar, men FIFA Mobile ham chiqarish niyatidaman. 0 dan ovorni kuchaytirishni ham o'rgataman. Gol urdirmanglar, iltimos. Yaxshi. Pas ber. Yugur. Gol urishing kerak. Yugur, yaxshi. Yaxshi. Yo, bana. Fakamol ham chiqaraman. Uni ham qismlari sal ko'proq, bunga ham ko'proq bo'ladi. Agar raundlarni ko'proqdan chiqarsam, kamroq qism bo'ladi, lekin harakat qilaman ko'proq qism qilishga. Fakamolni kuchaytirganimni ham video kanalga chiqaraman va shorts qilib ham nima deydi esimdan chiqib turibdi. Ovorni ham kuchaytirganini ko'rsataman va qanday qilib ya'ni o'sha xullas. Fakamolni boshidan oyoqgacha o'rgataman. Mendan ko'rib o'rganishingiz mumkin. Men hali bu barcha qismlarni chiqarib bo'lib, Fakamol chiqaraman. Birinchi men mana shularni chiqarib olay. To'pni uramiz. Yaxshi. Mana. Va pas. Va. Gol yemoqchi edim, lekin golni tushimizda ko'rar ekanmiz. Bu gol emas ekan. Pas berib gol urish kerak. Men qancha tepganman, gol bo'lmagan do'stlar. Juda ham ko'p marta nima edi? Ugguldan vorataga zarba berganman, lekin gol bo'lmagan. Shuning uchun hech qachon unaqa qilmayman. Faqat pas berib gol uraman. Pas berib gol urganlarim juda ham ko'p. Yo, Bruno nimaga? Men Real Madridda o'ynaganimda juda ham ko'p gollar urardim. Pas. Yo'may. Yaxshi. Mashqdan depsak gol bo'larmikan? Yo'may do'stlar, gol bo'lmay qoldi-yu. Yo'may. Golni ko'ringlar, juda ham ideal pas bo'ldi bu. Mana pas berdi va ideal gol uribdi. Ozgincha aylanibdi ham to'p. Valverdening tepishiga o'xshab ketdi. Atleticoga qarshi uchrashuvda Valverde shunaqa qilib tepgan edi. Ko'rgan bo'lsanglar, men ko'rdim. O'sha o'yinda. Shunaqa jarima zarbasidan shtrafni o'ydan tepdi va gol urdi. Hozir shu yerda penalti ishlash kerak. Bunda qo'lga tegdi deb gaplar bo'lmaydi, bo'lsa men gaplardim. Pas. Qani yo'q do'stlar, yo'mayo. Vatan yoniga kelgan edik. To'p menda. Bugungi mavsumda ya'ni hozir ikkinchi raund, to'g'ri, ikkinchi raund. Sherani yaxshi o'ynay olmayapti bunda. Juda ham ko'p golni sevlimidi, o'sha gol urdi. Yo'q. Gol bo'lmay qoldi-yu. Gol bo'lishini xohlayapman men ham. Qani. Qarab turibdi do'stlar, qarab turibdi. Do'stlar, qanday aylantirdi buni? Yutdik 2-0 ga. Bu raund 2 edi, qani bu mana.
Sayfillayev bugun eng zo'r o'yinchi bo'libdi. Birinchi o'rinni olgan. Ya'ni ball to'plash bo'yicha. Mana round 3 Mubaya bilan o'ynaymiz. Men o'ylashim yutaman. O'yinga start berdim. Mana o'yin boshlandi. Men boshlayman chunki men odam, bu esa oddiy robot. Hech qachon bunaqa robotlarga yutqazmaganman, ya'ni botlarga. Juda ham oson, lekin Top Masterda haqiqiy odam o'ynaydi. Top Master deganga ham bor. Agar shu Top Masterda qo'yib o'ynashni xohlasalar, bitta o'yin, ya'ni bitta round. Agar Top Masterda qilib o'ynang deb yozsanglar kommentga, men bitta round shunaqa qilib o'ynayman Top Master bilan. Yo'q, mana Bruno desam yo'q. Yangi o'yin boshladik. Ismdan ham chiqibdi. To'pni va pas ber demoqchi edim. Rodriguez to'pni oldi. Pas va yana pas. To'pni ol. Yaxshi. Do'stlar, videomiz yoqsa like bosib obuna qo'yinglar. Yo'qmi? Yaxshi, Solano. Pas. Yo'q. Qani, yaxshi. Yugur, Sayfullayev yugur. Penalti. Yaxshi do'stlar. Penaltidan golamiz. Penalti ko'proq ishlayapti, lekin hozir bu gol bo'larmikan? Gol! Albatta, faqat shu tepar ekan penaltini, lekin u jarohat olganda kim tepishini bilmayman. Agar o'yinda jarohat olsa, u kim tepishini bilmaymiz. Bizda futbol o'ynasak, kim penaltini ishlasa, o'sha tepardi-da. Futbolda boshqacha, kim ishlasa, kapitan tepadi. Ya'ni Jamoat Sardor tepadi-da. Va yana pas. Yo-mayo. Himoyachi yomon chiqib qoldi. Vay. Shtrafnoy tepdi bla. To'pni oldik va pas, yana pas. Pas ber. Yaxshi. Yo'qmi, birinchidan kelib qoldi. Tanimiz. Boshqadan bo'lsa. Imam chiqdi. Endi esa ro'ga. Yo'q. O'yin boshlanmoqda. Boshlanglar. Yo'qmi do'stlar, o'yin boshlanishidan men childirib qo'ydim. Tepdi bular. Yo'qmi, uchinchisimi bu? Hozir ko'rib olamiz Mamikdan. Free kickda qo'yibdi, ikkinchisi ekan hozir. Qaytar oldi, lekin tekmasa yaxshi bo'lardi. Mana shu hozir gol urib qo'yish mumkin-da bular. Marta yaxshi turibdi. Sharan yugur. Yaxshi. Nima qilib qo'yding? Yo-mayo. Aldash kerak edi. Men shu yerda bo'lsam gol urardim do'stlar.
Pas ber. Yaxshi. Yana bitta pas va yomay. İkinci time ham yakunlanyapti demoqchi edim, lekin hozir 60-minut ketdi. Yomay, bular cho'tki o'ynayapti do'stlar. Rodriguez. Pas. Maçta bir kepiş gerek. Yok bana. Topları koydum. Yok. Yok. 3 yıllık aman işaret koydu bu bana. Yok mu? Mana shu 3 yillik olmadan ishlatib qo'ydi. Aytib qo'yay. 3 yillik olmadan ketdi bu bolani. İsmi esimda yo'q. Ya'ni ismini ham ko'rmadim. Menimcha boshqa man gol ura olmasa kerak o'sha bola. Mana shu Sherammidi? Yana shu bola o'ldi lekin mamnun qildi, yana shunaqa bo'ldi. Gol uraman deb lekin ura olmadi. Uning esa Kamaradinov shu gol urdi. Menimcha Sheran 2 yillik omadini ham yana ishlatdi. 5 yillik omadi. O'sha ketdi 5 yillik omadi. Vartas bilan gol uramiz do'stlar. Yo'q, gol urish qiyin. Bitta gol urish kerak Sheranni. Aytdim-ku 5 yillik omad ishlatib qo'ydi deb. Agar ovoz yaxshi kelmayotgan bo'lsa, uzr. Tomoq sal og'rigan, kasal bo'ldim. Qani, to'pnol. Childi. Yaxshi. Pas ber. Sheran juda ham gol urgisi kelyapti, lekin ura olmayapti. Har safar to'p yoniga boryapti, lekin yutdik mana. Xo'sh, mana raund 3 ham tugadi. Mana bu yerda yana shu bola. Xayr do'stlar, sizlar bilan Shohkang bo'ldi. Bugungi videomiz yoqsa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi qismda esa 6-raundgacha o'ynaymiz. Videomiz tugadi. Xayr.